Dan keyingi partiyada qo'zichoqlarimiz ko'rishinglar mumkin. Abduxalil akam o'zi отдельно tanishtirib chiqadi. Abduxalil aka, Assalomu alaykum Arashan qo'y suyuvchilar, Arashan qo'y ishqibozlari. Xo'p, bu keyingi partiyadagi qo'zilarimiz, bularni alohida bu yoq bu tomonga ajratilgandan sababi bular hali kichkina, 15 kunlik qo'zi qo'chqorlar bular. Eng kattasi 15 kunlik shunaqa qo'zi qo'chqorlar. Bu yerda ikki usul qo'chqordan tug'ilgan qo'zi qo'chqorlar bor. Mana masalan mana shu qo'chqorimiz bu monstr bolasi, mana qulog'idagi birka pushti. Hop. O'sha o'zimizdagi qo'zi qo'ylarni bolalari, bu yerda atamanning bolalari bor. Ataman degan qo'chqordan tug'ilgan qo'zi qo'chqorlar bor. Mana ular mana masalan mana. Masala atamandan. Atamandan tug'ilgan. O'sha o'rtada ikkita yonma-yon turibdi. Shu. Endi mana bu pushti birkadagi qo'zi qo'chqori uni olmasagan bo'ladi. Bu qo'chqor o'sha bron qilingan egasiga. U to'g'rida gapirmasagan bo'ladi. Bu qo'chqorimiz sotilgan. O'sha pushti mana bu qo'chqor sotilgan, mana ko'rsatib qo'ya qolay. Mana bu qo'chqorimiz sotilgan bu. Mana pushti birkadagi o'sha Dubay bolasi sotilgan. Dubayda bolasi sotilgan ekan mana. Mana bu qo'zi qo'chqorlarni qiziqqanlarga seleksiya qilaman. Qo'chqor qilaman deganlarga mana bu qo'chqor. Ashchakadagi qo'chqor. Mana uchalasi qator turdi. Mana shu qo'chqorlarni sotishimiz mumkin, biron qilsa. Ataman degan qo'chqor bo'ladi. Atamanning bolalari bular. Ataman qo'chqori haqida bir ma'lumot bera olasizmi, Abduxalil aka? Ataman degan qo'chqor o'zi Qozog'istonda, hozir данный moment Qozog'istonda u qo'chqor meni bilishimcha. Ilgari Qirg'izistondan chiqqan. O'shani nevaralari bular. O'zbekistonda bor buni bolalari, Atamanning bolalari o'shaning nevaralaridan. O'sha 1, 2 o hokazo shu qo'chqorlar mana. Shu Atamanni. Bu qo'chqorlarimiz sotuvda. Bu qo'chqorlarni qiziqqanlar bo'lsa, narxini kelishsa berishimiz mumkin. Endi bular hozir yoshligida, kichkinaligida bir narxda bo'ladi. Bular katta bo'lib, o'zi ko'zga ko'rinib, yorib chiqqandan keyin uni boshqacha bo'ladi-da. Ular kuchli liniyadagi qo'chqorlar bizda. Hamma qo'zilar ham kuchli liniyadagi qo'zilar. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Agarda olish istagida bo'lganlar Abduxalil akam o'ziga aloqaga chiqib, nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, lokatsiyalarni tashlab beradi. Kelib, ko'rib, ko'rishinglar ham mumkin. Kelib, shu ko'rganinglardan keyin o'zingizlar dogovor qilib, gaplashib olishinglar mumkin.